qizlar, dahshat yonyapti ipodrom. Buni qaranglar qizlar. Yomon yonyapti, lekin pajarni o'chira olmayapti. Ves hamma qatori o'tib ketgan. O, nariga boshliqcha o'tib ketgan. Xavfsizlik chora nol ham bo'ladi. Faqat biz vaziyat nimaligini bilmaymiz, vaziyat bilishimiz kerak hozir. Nima bo'layotganini bilishimiz kerak. Chiqadi, yonganmi, qolganmi, uni bilmaymiz biz. Borantda chiqarib mana. Borantda chiqarib mana. Kunigacha Beshqo'rg'on bozorida katta yong'in sodir bo'lganligi haqida lavhalar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Ba'zi tarqalgan ma'lumotlarga ko'ra, yong'in elektron zaryadlash qurilmalaridan kelib chiqqan bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Rost 24 muxbirlari yong'indan keyingi vaziyatni o'rganish maqsadida voqea joyiga yetib keldi, ammo bizni ichkariga qo'yishmadi. Bunga sabab tadbirkorlarning tovarlar olib chiqqanligi va ular aralashib ketmasligi va yo'qolishini oldini olish maqsadida bizni ichkariga qo'ya olmasliklarini bildirishdi. Respublikadagi eng yirik kiyim-kechak bozoriga tovarlar yetkazib beruvchi Beshqo'rg'on savdo majmuasi yirik ombor hisoblanadi. Yong'inda tadbirkorlarning 309 ming dollarlik kiyim-kechak va boshqa turdagi tovar, narsa buyumlari yonganligi va yong'in alangalanib ketishiga sabab do'konlarning ko'p qismi yonuvchan plastmassali qoplamalardan iborat bo'lgani aytilmoqda. Voqea joyiga holatni o'rganish uchun borgan jurnalistlar jamoasini ichkariga qo'yishmadi. Mazkur joyda bo'lgan ichki ishlar xodimi jurnalistlarni ketkazib yuboringlar. Nima sizlar odamlarni yig'laganini chiqarib pul ishlaysizlarmi deya xodimlariga jurnalistlarni ketkazib yuborish bo'yicha buyruq berdi. Ha bo'ldi? Sen kimsan sen bu tutuş? Borantda chiqarib mana. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga boringlar. Bularda jinoyat ishi bor. Bo'ldi, bor ofitserni bo'lsanglar, bor ko'rsat, bor matbuotga bor quvdagi. MVDga bor, Yasuvga bor ana. Chiqarib yuborayman bilan hammasi. Chiqarib yuborayman bilan hammasi. Kim talovat chekmayapti. Bu joy xatarli beryapti. So'rab bor. Shizni qilindi deyman menga, men ishim. Ha, biz ham ishimizni qilamiz. Davay, chiqarib yubor. Biz yong'indan jabrlangan tadbirkorlar va aholi bilan suhbatlashishga harakat qildik. Ammo tadbirkorlar intervyu bera olmasligini, yong'in bo'lgandan buyon ularni ichkariga qo'yishmayotganligini aytishdi. Tadbirkorlardan biri bizga bozorni kattakoni kelgan. Ular qachon ruxsat berishsa, keyin ma'lumot berish haqida aytishdi. Tovar va do'konlarimiz ahvoli qanday ekanligini biz ham bilmaymiz deya izoh bildirdi. Lekin sizlarning tovaringlar besababdan besabab yonib ketishi mumkin emas-ku. Besabab bizga aytgan yo'q narsa, yonib ketdi. Biz bilmaymiz, xabarimiz yo'q, qanaqa yongan, nima qo'ygan, lekin biz qoplab berishni xohlaymiz. Xohlaymiz qoplab berishni. Shuncha jamoa jabr ko'rganlar, hammasi jabr ko'rgan, hammasini tovari yonib ketgan. Prosta bilmayman, nimadan qo'rqyapti, tushunmayman bular. Faqat biz vaziyat nimaligini bilmaymiz, vaziyat bilishimiz kerak hozir. Nima bo'layotganini bilishimiz kerak. Chiqadi, yonganmi, qolganmi, uni bilmaymiz biz faqat. Shuni kutib turibmiz. Aholi bergan ma'lumotlarga ko'ra, bozor ichidagi parkovkaga qo'yilgan mashinalar ham yonganligi aytilmoqda. To'liq yonib ketdi. Ko'rishga ham ulgurmadim. Sizni kirgizishmayapti. Yo'q, kirgizishmadi. Yonayotgan payt kirdim, lekin ko'rolmadim-da. Olov kattaligida. Gaplashib ko'rdingizmi o'sha tegishli tashkilot vakillari bilan? Gaplashib ko'rdim. Hech kim hech narsa negativ javob berishadi, boshqa nima deyishadi. Abu Sahib ipodrom 50 ming shanba kuni. Ro'zg'or boqamiz, biz ham tirikchilikdamiz. Shunga o'sha yerga qo'ygandim, soya joyda. Keyin oladigan narsalarimiz bor edi, men bu pastel shunga o'sha yerga qo'ygandim. Yonadi deb kim biladi endi? Shanba qo'yib bergan joyimiz edi. 3-4 ta mashina yongan, Matiz yongan, yana Malibu shunaqa mashinalar yongan deb eshitdim. Jabrlanganlar haqida ma'lumot bormi? O'lganlar haqida ma'lumot yo'q. Shu mollar ketdi, tovarlar ketdi. Orqa tomondagi hamma tovarlar yonib ketdi deyapti. Ha, 100% yondi hammasi. Yong'inga tayyor emas edi u bozor. Chunki patologlar o'zi tushib yotgan edi. Oynalar, eshiklar zo'rg'a turgan edi bozorda. Xavfsizlik chora nol desa ham bo'ladi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot kotibi holat yuzasidan quyidagilarni ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, kuni kecha 5-aprel kuni soat 15:56 da Toshkent shahar Chilonzor tumani Toshkent katta halqa avtomobil yo'li ko'chasida joylashgan Beshqo'rg'on bozorida do'kon yonayotganligi to'g'risida xabar kelib tushgan edi. Xabarga asosan Favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari aytilgan manzilga yetib kelib, yong'inni soat 16:53 da qurshab olishgan hamda soat 18:18 da yong'inni bartaraf etishgan. Yong'in oqibatida tan jarohat olganlar yo'qligi, hozirda yong'in sababi va zarari aniqlanayotganligi ma'lum qilinadi.